Assalomu Ha, alaykum bosh bugungi raqamda mobil dasturlarga avtotest yozish mavzusida masterklassimiz bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga. Xudo bugun mobile automation bo'yicha Appium orqali master klassimizni boshlaymiz. Xo'p, ismim Kamoliddin. 3 yilga yaqin testing bo'yicha, QA bo'yicha tajribam bor. Shundan yarmiga, ya'ni 1 yildan ziyodroq automation bo'yicha tajribam bor. Hozirda full stack QA engineer bo'lib Global Solution kompaniyasining Global Pay projektida ishlayapman. Qisqacha o'zim haqimda shular. Bizlar bugun nimalarni o'rganamiz? Master klassda nimalarni o'rganamiz? Bugungi master klassimizda rejalashtirilgan asosiy mavzu Appium, ya'ni mobile avtomatlashtirilgan framework. Appium haqida asosiy urg'uni Appiumga beramiz. Android ilovada test qilishni o'rganamiz. Bunda biz Java dasturlash tilida ishlatamiz, ya'ni Java dasturlash tilida ishlatiladi automation kodlarimiz. Gradle yoki Maven dan foydalanamiz. Kod interpretator uchun IntelliJ dan tanlangan. Tavsiyam IntelliJ deb beriladi, ya'ni o'zi driverlarni, pluginlarni o'rnatib olish oson IntelliJ deb. Xo'p, Appium o'zi nima? Appium haqida qisqacha ma'lumot berib ketsam, Appium cross-platform framework bo'lib hisoblanadi. Ham iOSga, ham Androidga automation kod yozsak bo'ladi. Hibrid native ilovalarga yozsa ham bo'ladi, web viewga ham yozsa bo'ladi. Xo'p, desktop Windowsga ham yozsa bo'ladi, lekin asosan mobile uchun mashhur bo'lgan, mobile uchun yaxshiroq. Appium asosan server orqali ishlaydi, remote server orqali. Biz yozgan kodlar Appium serverga borib, Appium serverdan Appium driver yoki pluginlar orqali mobile qurilmaga so'rib yuboradi. O'shalar orqali kodlarimiz automation bo'ladi. Appiumni turli dasturlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shunisi bilan mashhur, masalan, Java, Python, JavaScript, C# yoki Ruby. Asosiy 3 ta Java, Python, JavaScriptda ko'proq yoziladi. Shular tavsiya qilinadi. Boshida o'rganishda Python yaxshiroq, Pythonda soddaroq ishlatsa ham bo'ladi, lekin Java strong til bo'lganligi uchun ba'zi bir joylarda qiynashi mumkin. Xo'p, Appium va uning raqobatchilari. Hozirda frameworklar ko'payapti. Appiumda bizga qolganlariga nisbatan uni kamchilik yoki tezligi shularni ko'rib chiqqanimiz yaxshi. Ya'ni Appiumni nima uchun tanlaymiz biz? Nima uchun Appium kerak bizga? Aynan. Xo'p, birinchi Appium haqida gaplashamiz. Platformalar Android, iOS, Web, Hybrid. Dasturlash tillari deyarli 5 ta dasturlash tillarini bu yerda Java, Python, JavaScript, C# Kotlin deb bo'ladi. O'rnatish murakkabroq. Real device'da support qila oladi. Integratsiya imkoniyati bor. Jenkins, Alluri, CI/CD uchun cross platform, ya'ni web driver asosida cross platform bo'ladi. Ya'ni ham iOS ham Android ham brauzerga ham yozsak bo'laveradi. Ya'ni mobil qurilmadagi brauzerga yozsak ham bo'ladi. Tezligi pastroq. Ya'ni u serverdan borib ma'lumotlarni olib qaytgancha shuning hisobiga tezligi pastroq bo'ladi. Espresso Google tomonidan ishlab chiqarilgan, faqat Android uchun. Dasturlash tillarida Java va Kotlin qo'llab-quvvatlaydi, o'rnatish osonroq. Android sudani o'zidan inspektor orqali lokatorlarni topib olishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni kodga dostupimiz bo'lsa, bemalol white box testing ishlatsak bo'ladi. Appiumda white box testing yo'q. Ya'ni kodga dostupimiz bo'lib, appni test qila olmaymiz. Bizlarga qachonki dasturchilar appga tashlab bersa, o'shandan automation yozsak bo'ladi. Real device bunda ham bor. Android ustubi bilan integratsiya qilish imkoniyati bor. Bu juda yaxshi. Bu faqat Espresso uchun. Tez, barqaror, faqat Android native uchun. Native degani Java yoki Kotlinda yozilgan bo'lishi kerak, Flutterda emas. Faqat Android uchun Espresso. Xqt test bu Apple o'ziniki, faqat bu iOSga Swift yoki C dasturlash tilida bo'ladi. O'rnatish, bunda ham
qo'shimcha anaqalar kerak, developers account kerak, ID kerak. Lekin iOSga yozishda ancha qulayroq, tez ishlaydi. Faqat iOS uchun bu. Faqat Apple'ni qo'llab-quvvatlaydi, Androidga test yozib bo'lmaydi. Keyingisi Robot Framework. Bu ham Android, ham iOS uchun Appium plugini bilan birgalikda ishlaydi. Asosan Pythonda. Python kodlari bilan bizga testlar avtomatlashtirib beradi. Buni ham o'rnatish osonroq. Xo'p, bunda ham Real Device'da qo'llab-quvvatlaydi, o'lasak bo'ladi. Jenkins CI/CD uchun faqat Jenkins integratsiya qilsa bo'ladi. Kengaytirilgan sintaksi bor. Appiumsiz to'liq ishlamaydi. Ya'ni baribir buni orqasida Appium bor. Orqa tomonda Appiumdan ishlatiladi. Xo'p, UI Automator 2. Bu Android uchun Java'da dasturlashtirib yozsak bo'ladi. O'rnatish buni ham oson. Real Device support qila oladi. Android SDK bo'lishi kerak. Agar Android SDK bo'lmasa, UI Automator ishlamaydi. To'g'ri os level test qilsak bo'ladi. To'g'ri osga, ya'ni operatsion sistemaga test qilsak bo'ladi. Faqat Appiumga qaraganda cheklangan, ya'ni ko'proq testlar yoza olmaymiz. Ko'proq qismni qamrab ola olmaymiz. Shuni kamchiligi bor bunda. Xo'p, bu Maestro. Ya'ni Maestro ham iOS, Androidga yozsa bo'ladi. Webga ham yozish imkoniyati bor. Lekin faqat UI, end-to-end testing, UI ga yoza oladi. Cheklangan bunda ham o'rnatish eng oson Maestro. Windows ham, Mac ham, Linux ham o'rnatsa bo'ladi. CI/CD faqat GitHub Action'ga bor. Oddiy skriptlar orqali tez yozishimiz mumkin. Screenshot, video skrinlarni olib turib, test rezultatlarini ham HTML report qilsa bo'ladi. Advanced test logikasi cheklangan. Kodga integratsiyasi yo'q. Xo'p, Appium haqida, uni raqobatchilar haqida shular. Agarda kimda shu joyda savol bo'lsa, bemalol bersa bo'ladi. Eng ommabop Appium. Da, hozir eng ommabop Appium, community ham ko'proq ochiq. Qandaydir muammo bo'lsa, topib olishingiz osonroq bo'ladi. Espresso deganingiz, Espressoda test qilganda kodlari ham ko'rinib turadi dedingizmi? Shunaqa dedingizmi? Da. Kodlari deganimda, ya'ni bizda mobil appga dostуп bersa dasturchi kodga Android Studio orqali, Appium inspektor orqali lokatorlarni topib olamiz-ku. Unda Android Studioning o'zining ichida inspektor bor. O'sha orqali lokatorlarni topib olsak bo'ladi. Birda Android Studioning o'zida lokatorlarni topib olamiz. Ya'ni Appiumga bog'lanib qolmaymiz inspektoriga. Android Studioning o'zining ichidagi inspektordan topib ishlasak bo'ladi, osonroq bo'ladi. Ham kodga dostуп bo'lgandan keyin ancha o'zimiz ham tushunamiz, dastur qanaqa ishlayapti. Android Studioning ichidan loglarni ko'rsak bo'ladi, bemalol performanslarini ko'rsak bo'ladi. Nativ zo'r tomoni shu. Ya'ni webbook testing qilsa bo'ladi. Ya'ni dostupimiz bo'lib turib test qila olamiz. Appiumda unday emas. Savollar bormi yana? Kimda savol bo'lsa, mikrofonni yoqib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Hamma mikrofoni ochiq, bemalol savollaringizni sorsangiz bo'ladi. Agar hech kimda savol bo'lmasa, davom etamiz. Keyingisi yakuniy xulosa. Xullas, bizda xulosa nima bo'lyapti? Appium universal framework. iOS, Android uchun bizga yordam beradi. Maestro soddaligi bilan yangi foydalanuvchilar va tez, qulay. Maestro. Boshida yangi foydalanuvchilar uchun Maestroni ham o'rgansa bo'ladi. Espresso bilan Execute test platformaga maxsus, lekin tez ishlaydi Appiumga nisbatan. Buni endi tanlashda ko'p anaqalar bor. Ya'ni frameworklar tanlashda faqat bizlarning tezligi yoki cross platformaligiga qaramaymiz. Ya'ni Commandaga ham qaraladi. Commanda bizdan nimani talab qiladi? Tezroq natija berishimiz kerakmi ularga? Yoki kattaroq dastur keyinchalik kattalashib ketaveradimi? Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Masalan, Maestro keyinchalik dastur kattalashib ketaversa, funksionallari ko'payib ketaversa, Maestro bilan foydalanib keta olmaymiz, uzoqqa keta olmaymiz, cheklanib qoladi. U faqat UI end-to-end testing uchun moslashgan. Express yoki Execute yo Appium
Shu ikkalasi tavsiya qilaman. Robot framework esa biznesga yaqin formatda testlash uchun qulay. Ya'ni biznes tomonidan tezroq natija kerak bizlarga. Robotda tez yozib ketsak bo'ladi. Xo'p, endi nima uchun Appium? Moslashuvchan, har qanday tilda yozsa bo'ladi. Bu aytgandek Java, Python, C#, JavaScript, Web native, hybrid ilovalar uchun ham yagona arxitekturasi bor. CI/CD integratsiyasi oson, open source, katta kommyunitiga ega. Appiumning o'zining dokumentatsiyalari ham bor, veb-saytida o'sha yerdan topib o'rgansangiz bo'ladi. Hech kimda savol bo'lmasa davom etamiz. Kimdadir savol bormi shu joygacha? Nima uchun Appiumni tanlayapmiz yoki kimdir ishlatganmi shu vaqtgacha Appiumni yoki Maestro, Express ishlatganlar, Robot framework ishlatganlar bo'lsa agar shu yerda gaplashsak bo'laveradi. Sizlarda nima bo'lgan, qanaqa muammolarga duch kelgansizlar? Ya'ni hozirgi master klassimiz shunchaki meni gapirishim bilan o'tishini xohlamayman. Qolganlar ham o'zining fikrini bildirishi, takliflari bo'lsa aytishi mumkin. Qandaydir muammoga duch kelgan bo'lsa shu joygacha nima yechim qilgan? Men faqat Appium ishlatganman oldin. 2023-yilda shu mobil anaqa test yozgan edim. Appium Java'da ishlatgan edim men ham. Dor. Hop, qolganlarda agar mikrofon ochiq qolganlarda ham yo Hammada ochiq, agar savol bo'lsa bemalol. bemalol tortinmasdan gapiraveringizlar. Bu nima deydi? Public anaqa emas, master class emas bu. Bemalol gapiraveringizlar. Private emas, ochiqcha hamma o'zining fikrini bildirsa bo'ladi. Xo'p, agar hech kimda gap bo'lmasa davom etamiz. Appium o'zi qanday ishlaydi? Shu mana bu rasm orqali ko'rib olsak bo'ladi. Ya'ni biz yozgan kodlar Java'da yozdik, Pythonda yozdik yoki C#da yozdik. JSON formatda bo'ladi. Biz qanaqa kod yozsak ham baribir JSON formatda Appium serveriga borib, Appium serverdan keyin Appium driverga o'tadi. Yo Android driver, yo iOS driver. Undan keyin Android driver bo'lsa faqat Androidga murojaat qiladi. iOSniki bo'lsa faqat iOSga. Unda ham Xcode testing orqali bo'ladi. Shuni hisobiga Appium sekin ishlaydi. Ya'ni bu yerda o'zida 2 ta 3 ta anaqadan o'tib boryapti, etapdan o'tib boryapti. Serverga boryapti, serverdan Appium driverga boryapti, keyin pluginga boryapti, yo Android yo iOS uchun. Keyin u yerdagi bizga bergan lokator orqali komandalarni bajarib, yana keyin shu orqali yana shu joydan qaytadi. Appium driverdan javob kelib, server keyin bizlarga HTTP request sessionlarni qaytaradi. Shu ishlashi, shu rasmdan osonroq tushunib olsa bo'ladi menimcha Appiumda qanaqa ishlashi, qanday ishlashi ekanligi haqida. Xo'p, keyingisi bu yerda capabilities yozilish tartibiga misol bu yerda Java tilida yozilgan. Masalan, mana capabilities yozamiz biz. Biz capabilities juda muhim. Agar biz capabilitieslarni to'g'ri yozolmasak, kodimiz run bo'lmaydi. Ya'ni inspektorda ham ocha olmaymiz. Inspektordan bizni ilovamizni o'qib bera olmaydi. Ko'rsata olmaydi. Lokatorlar topa olmaymiz. Shuning uchun capabilities yozishda qarash, juda ham e'tibor berish kerak, sinchkovlik bilan. Masalan, platform name kichkina harf bilan, boshida platform kichik, keyin name katta harfda yoziladi. O'rtada bitta virgul. Bu yerda ham shuni aytib ketishim kerak shu joyda. Androidda yozsak bo'ladi, lekin iOSda aynan versiyasini berib ketishimiz shart. Agar versiyasini noto'g'ri bersak topa olmaydi. Androidga farqi yo'q. Nechta deb yozaversak ham topaveradi, lekin iOSda aynan o'sha versiyani berish kerak. 10 mi, 10, 11 mi, 11, 12 mi, 12. Bo'lmasa topa olmaydi. iOS bilan shunaqa joyi bor. Appium. Shuni ham hisobga olib ketish kerak. Xo'p, keyingisida device name Android emulator bo'lsa, emulator. Endi doim emulator 5554 bilan anaqa bo'ladi. Shunaqa yozsak ham bo'ladi. Lekin bu yerda ham aynan iOSga kelganda iOSning emulatorini berib ketish kerak. Emulatorimiz asosan anaqada ishlaydi. Simulatorda ishlaydi iOS. Simulator nomini berib ketish kerak, name'ini. Bu ham kerak. App package. Mana shu app package bilan app activity'ni olish ko'pchilikda muammo bo'ladi. Shuni olishni keyin anaqada ko'rsataman. Terminal orqali olsa ham bo'ladi yoki iOSda bundle ID deb yozsa chiqib keladi. Bundle ID'ni topib olib, shu yerga bundle ID'ni berib qo'ymasak, o'sha appni topa olmaydi. Uchun
capabilities'larda yozishda e'tiborli bo'lish kerak. Endi bu driver URL'i bir xil o'zgarmaydi. Mana shu HTTP mana bu 127.0.0.1 bu portda 47.23 port FWD hubda ishlaydi. Shu orqali topiladi. Endi lokalniy unda ishlatsa bo'ladi. Maslahatim remote ishlatgan yaxshi. Agar siz lokalniyda ishlatsangiz, lokalniy URLni berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Chunki lokalniy URLni topishingiz kerak. Faqat uni GitHubga push qilib yubormash kerak. Siz public repository yaratib, uni GitHubga push qilib yuborsangiz, xavfsizlik yuzasidan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun lokalniyni GitHubga push qilish kerak. Keyin yana remote appni ham test qilsak bo'ladi. Uning uchun GitHubda yuklangan bo'lishi kerak. O'sha remote appni olib biz test qilsak ham bo'ladi. Bizlar hozirgi master klassimizda asosan o'zimizni hamma ilovada device'larda bor settingsni yoki kalkulyatorni test qilib ko'ramiz. Unda olsa. Shu capabilities bo'yicha kimdadir savol bormi? Remote app deganingiz qanaqa server gulanib, download qilmasdan test qilinadi. Server gulanib, serverdan shuni test qilinadi. Bu yerda o'sha server gulangan URL ketadi. Bu driver, IPM'da driveri bu alohida. Remote app URL alohida beriladi. Hozir biz Java'da ko'rsatamiz, Pythonda ham bemalol ishlatadi. Ko'pchilik Python ishlatadi hozir. IPM ishlatsa bo'ladi. Pythonda ham ishlatsa bo'ladi bemalol. Pythonda ham deyarli bir xil logika. Qiyin emas. Lekin Java'da ishlatgan tavsiya qilinadi. Pythonda ishlatsa ham bo'ladi, lekin Java yaxshiroq, chunki o'sha Java'da JDK bilan ishlaydi-ku, jar fayllar bilan. Moslashadi. Qiyin bo'lishi mumkin, lekin Java'da ishlatgan menimcha yaxshi. Balki Pythondadir. Kim o'ziga ma'qul bo'lsa, o'shani ishlatgan yaxshi. Xohlasin Python, xohlasin Java. Qaysidir dasturlashchilikka bog'lanib qolish shart emas. Xo'p, savol boshqa? Keyingi signalga. App ishlatishga bizga nimalar kerak bo'ladi? Xo'p, Node.js kerak. Node.js o'rnatilmasa, app ishlamaydi. Xo'p, hozir Node.jsni ko'rsatib ketaman buradan. Xo'p. Node.js download yozsak, o'zi chiqib keladi. Mana bu. Buni yuklab olishimiz kerak. Versiyasi 10 dan yuqori bo'lsa bo'ldi. Bu yerda Windows uchun installerni bosib, ana o'shasini yuklab olamiz. Uni yuklab olgandan keyin environment variable'ga Node.js'ni qasam ko'rsatib qo'yishimiz kerak yo'lini. Agar shunaqa qilmasak, o'qi olmay qoladi Node.js'ni, topa olmaydi. Buni ham hozir ko'rsataman. Xo'p. Environment variablesga menimcha bu Node.js qanday o'rnatish kerak, ular haqida ko'rsatib emas yoki birdan ko'rsatib ketaveraymi? Node.js o'rnatish shart emas menimcha. Unga yana o'rgatilgani qilib ko'p. Da, bo'ldi. Node.js qanaqa? Environment variable-chi, buni ham ko'rsatib shart emasmi? Men ko'rsatib ketaman. Qayerga berib ketish kerak? Environment variable ko'rsatib ketsa ham bo'ladi. Da, bo'ldi bo'lmasa mana Node home yoziladi. Node home yozilgandan keyin shu yerga Node.js hozir o'rnatib olingan Node.jsimiz qayerga o'rnatildi? O'shani joyini copy qilib, shu yerga tashlab qo'yamiz. Shunaqa holatda. Faqat mana bu variable name katta harf bilan yozilsin. Bu talab shunaqa. Agar shunday yozilmasa, o'qiy olmay qoladi Node.js qayerdaligini. Shunaqa qilib turib Node.jsni o'rnatib berib qo'yamiz. Java ham xuddi shunaqa usulda. Java home deb yozilib, qayerda bo'lsa, o'shani copy qilib olamiz. Masalan, menda hozir Java ko'rsatib ketay buradan. Da, mana menda hozir shu yerda Java. Xohlasam, mana bu Javani shu joyini copy qilib, Ctrl copy qilib olamiz yoki boshqasini copy qilib olsak ham bo'ladi. Java 11 yoki 17 yoki 21. Shuni copy qilib bu yerga tashlab qo'yamiz, bo'ldi, saqlanib qilamiz. Tamam. Shu bilan ishlayveradi. Gradle ham xuddi shunday. Gradle ham nomi katta harf bilan berilib, Gradle qayerda ekanligini shu ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Bu topish qiyin emas. Shu
do'sti environment deb yozsak bo'lib chiqib kelamiz. Searchga environment deb yozsak chiqib keladi mana bu oyna. Shu orqali o'rnatib olsak bo'ladi. Xo'p, endi Java'ni o'rnatib olish uchun Java JDK 12 deb yozsak, mana shu Java'ni o'zini rasmiy anaqasida chiqib keladi. Shu yerdan tanlab olamiz. Xo'p, Mac uchun bo'lsa installarini tanlaymiz. Windows uchun bo'lsa ham shu installarini tanlab o'rnatib olamiz. Shunda ishlaydi. O'zi Java Kit o'sha versiyasi, qaysi versiya bo'lsa, shuni tanlash yaxshi. Tavsiya etiladigani 17 bilan 21. 8 dan yuqori bo'lsa bo'ldi. Faqat 8 dan past bo'lmasligi kerak. Chunki sintaksi o'zgarib ketaveradi borgan sari. 17-21larda tanlash tavsiya qilinadi. Xo'p, IntelliJ buni ko'pchilikda o'zi bo'lsa kerak. IntelliJ o'zini JetBrains-ni anqasi, mahsuloti, shuni shu yerdan yuklab olamiz. Bu asosan Java Kotlin dasturlashtirilani qo'llab-quvvatlaydi. Shu yerdan Mac bo'lsa Mac, faqat Intel prosessor bo'lsa Intel, Apple M prosessor bo'lsa M tanlash kerak. Linux bo'lsa Linux faylini tanlab shu yerdan yuklab olamiz. Faqat community'sini olish kerak, ya'ni pullisini olish kerak emas. Yani pullisi 30 kundan keyin pullini ol deb tavsiya qilib yuboradi. Shuning uchun bepullisini, community'sini olish kerak. Bo'lmasa yozgan kodlaringiz unda qolib ketadi. Xo'p, bu yerda IntelliJ'da tavsiya etiladi. Lekin siz VS-Code yozsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz Eclipse tanlasangiz ham bo'ladi. Yaxshisi IntelliJ. IntelliJ community versiyasi ham yaxshi. Zo'r. Agar Pythonda yozadigan bo'lsangiz, PyCharmda ishlatsang bo'ladi. Xo'p, Java JDK buni hozir ko'rsatdim. Java Home'ni o'rnatib yozib qo'yishimiz kerak. Mana Advanced System Environment Variable'ga boyagidek Java Home qayerda ekani yo'lini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasam Java'ni o'qiy olmaydi. Onun uchun biz qanday bilamiz Java o'rnatilgan, o'rnatilmagan? Mana Java minus version yozsak chiqib keladi. Bizlarda LTS tavsiya etiladi versiyasi. Java 17 LTS versiyasi. Shu bo'lishi kerak. Shu o'rnatilgan bo'lishi kerak. Yoki Node.js da ham xuddi shunday. Bo'lmasam Appium-da ham yozib bo'ladi. Appium ham xuddi shunaqa ko'rsatib beradi. Xo'p, bu bo'yicha kimdadir savol bormi? Kimdir shunda qiynalib muammo bo'lib, shu joygacha kelib turib tashlab ketib qolganlar yo'qmi? Agar savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Hech kimda savol bo'lmasa, davom etamiz. Xo'p, Android Studio. Endi bizda mobil qurilmani demak o'ylayapmizmi? Android Studio o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar Android Studio o'rnatilmasa, ishlolmaymiz mobil ilovalar bilan yoki mobil qurilmalar bilan. Android Studio o'zining rasmiy sahifasidan yuklab olsak bo'ladi. Android Studio download yozsak, shu yerda chiqib keladi. Android Studioni yuklab olgandan keyin hop, hozir ko'rsin. Bu yerda o'zi qanaqa qilib yuklash kerak, qanaqa o'rnatish kerakligi haqida o'zining tutoriallari bor. Shular bilan tanishib o'rnatib olsangiz bo'ladi. Bemalol. Emas. Xo'p, endi bitta bu yerda kerakli joyi, muhim joyi Android Studio o'rnatganimizdan keyin STG Manager'ni o'rnatishimiz kerak. STG Manager nima? STK'sini o'rnatishimiz kerak. Android Studioga uni hozir ko'rsataman. Android Studioga ochishimiz kerak. Xo'p, Android Studio ochildi. Android Studioda SDK Manager'ni o'rnatish uchun Settingsga o'tamiz. Mana SDK Manager deb turibdi. Mana yo'li qayerda ekanligi turibdi mana shu.
O'shani berib qo'yishimiz kerak. Keyin bu yerdan biz o'zimizga tegishli Android versiyalarini yuklab olsak bo'ladi. Ana shu mana buni bo'lsa, o'zi yuklab, Apple'da bo'lsa yuklab oladi. Ko'proq megabayt bo'lgani uchun o'z vaqtimizni oladi, borini ishlatamiz. Bu yuklama olinishi shart. Ya'ni siz emulyator o'rnatmoqchimisiz? Aynan o'sha emulyatorni o'rnatishingiz kerak. Bu yerdan yuklab olishingiz kerak birinchi. Agar yuklab olmasa, ko'rsatmaydi bizlarda. Lekin agar USB kabel orqali uradigan bo'lsak, Google USB connectionda ham urish kerak. Mana bu yerda bor o'sha Google USB. Mana Google'ning anaqasi xavfsizlik yuzasidan qabul qilinadigan shartlari, Google USB driver, mana bu bo'lishi kerak. Agar siz USB orqali uryapsizmi, Android ustidagi qurilmani, real qurilmani, mana bu o'rnatilishi kerak. Bo'lmasa o'qiy olmay qoladi. Hozir mana bu yerda meni ilovamni ko'rsatib turibdi, telefonim mana bu yerda ko'rsatyapti. Chunki ulangan hozir Android ustida USB orqali kompyuterimga shuncha ko'rsatib turibdi. Keyin Android SDK platform tools bu ham kerak, shart o'rnatilgan bo'lishi kerak. Keyingisi Android emulator bu ham o'rnatilgan bo'lishi kerak. Keyin mana bulari Autodesk bulari ishlatishingizga bog'liq. Bunisi kerak keyin. Android SDK command line tools bu ham kerak. NDK bu ham kerak. Android SDK build tools bu ham kerak. Biz emulyatorni run qilib olishimiz uchun terminal orqali bular kerak. Mana bu ham kerak. 286 emulyator arxitekturasi. Layout inspector bular Android Studio'ning o'ziniki uchun. Ana shu ilovani mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Layout inspector orqali xuddi iPhone anaqasini bajarib beradi bu. Lokatorlarni topishimiz uchun. Xo'p, endi device ga o'tsak, bu yerda mana device o'rnatish mumkin. Create virtual device bosamiz, bu yerdan ochiladi. Ya'ni siz qanaqa device kerak bo'lsa o'zimizga shuni tanlab olamiz. Bu ekran o'lchamlari uchun kerak bo'ladi, ko'pincha testing uchun. Kichik o'lchamdagi ekran kerakmi sizga, katta o'lchamdagimi, qaysi kerak bo'lsa o'shani tanlab, bu yerda next bo'lsak, device ga nom berib ketamiz. Tushunarli nom berib ketish kerak. Chunki terminalda ochib olishingiz uchun. Masalan, men bu yerda mana emulator 11 yozilgan edi. Uni ochmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Bu yerda yozaman emulator list avds. Do'stlar, mana demak ko'rsatyapti. Emulator 11 bor, 13 bor. Bu yerda mana ko'rinib turibdi. 11, 13 bor. Endi shuni masalan run qilmoqchi bo'lsam, qaysinidir emulator yozaman. Xo'sh, avd. Hop, emulator nom 11. Masalan, bosdim, bo'ldi. Endi emulator 11 run bo'lyapti terminaldan. Xo'sh, bu oynaga o'tib ketdi. Shunaqa qilib ishlatiladi. Emulator qo'shish ham xuddi shunday. Additional settings ga o'tsak, bu yerdan ekran o'lchamlari, internet qanaqa internetda ishlasin, RAM beramiz. Iloji boricha ko'proq RAM berish kerak. 4 GB, 6 GB shunaqa qilib turib xotira yoki RAM berib ketaverasiz. O'zingizga keraklisin. Yoki kupollari ham hammasini tanlab ko'proq tanlash kerak. Tavsiya qilinadigan ko'proq. Qancha ko'proq bo'lsa, emulator sekin ishlaydi, tezroq ishlaydi. Bu bo'yicha kimdir savol bormi? Emulator qanaqa o'rnatish kerak, ishlatish kerak? Hech kimda savol yo'qmi? Hech kimda savol bo'lmasa agar, endi keyingisi Android SDK platform tools. Buni ham environment variable ga ko'rsatib ketishimiz kerak. Hozir environment variable ochaman. Xo'p, mana bu yerda Android ga bor. Ya'ni ba'zi bosamiz, tepadagi variables ba'zi bosganimizda edit bossak, mana bu yerda bor. Android SDK qo'yilgan. New bossak qo'shiladi. Ya'ni yangisini bossak ochiladi. O'zi qayerda ekanligini masalan boya kapga qo'ygan Javani taylasam bo'ladi. Shunday qilib qo'shilaveradi. Android SDK qo'shilishi kerak.
tools bin qo'shilishi kerak. Aynan mana o'sha papkada Android ustidan o'rnatganimizga o'zi SDK'larni bu Android ustida ochdik-ku, o'sha orqali mana bu yerda ko'rinaveradi. Shularda copy qilib bu yerda yo'nalni tashlab qo'yamiz pastga. Command line tool ham bo'lishi kerak. Platform tool ham bo'lishi kerak. Emulator ham bo'lishi kerak. Emulatorni terminal orqali run qiladigan bo'lsa kerak bu. Bu tool ham kerak. Tools ham kerak shuni ishlatishimiz uchun. Shular berilishi kerak, shular esdan chiqmasin. Qo'yib ketish kerak shular. Kimdir agar tushunmagan bo'lsa, shuni Android studiyanikini aytib ketaman. Hop, Android studiyadan keyin Home ko'rsatilib ketishi kerak. Mana Android SDK. Boya ko'rganimiz Android studiyadan ichidagi shu SDK ko'rsatilishi kerak. Keyin Android Swat. Bu yerda Android Swat ham kerak. Ya'ni biz Android studiyani ishlatganimizda bu qayerda ekan librarylarni olib keladi. To'g'ri-to'g'ri o'qib olish uchun. Hop, menimcha bu tugadi. Keyingisiga o'tirsak bo'ladi. Kimdadir savol bormi shu joygacha? Agar savollar bo'lsa aytishingiz mumkin. Savol bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Doyatdim talablar. IPMdan Node.js npm o'rnatilsin. IPM doktor o'rnatilishi kerak. IPM doktor o'rnatilishi uchun bizda terminalda xuddi shunaqa komandani berishimiz kerak. npm install g -g kuchukcha IPM doktor. Shunda IPM ishlaydi. Bo'lmasa ishlamaydi bu. Bu ham o'rnatilishi kerak. Java bu aytdim JDK 8 dan yuqori Maven yoki Gradle bo'lishi kerak. IntelliJ deb kerak bizga. Windows 10 11 Android Studio kerak. Mana bu JMotion kabel orqali ulaganimizda JMotion kerak. JMotion'ni yoqasini tashlab beraman keyin o'rnatib olsangiz bo'ladi. Android versiyasiga qarab bu ham o'zgaradi. Ya'ni ilova qana real qurilmani kompyuterga ulashimizda kerak bu JMotion. Bu o'qib beradi. Birdaniga shuni JMotion bo'lsa, birdan ilovani ochib berishga yordam beradi. Bu ham kerak. Real device ishlatmoqchi bo'lsangiz agar USB kabel orqali. Xo'p, emulator bilan real device farqi nimada? Emulatorning kamchiliklari ishlash tezligi past, ayniqsa og'ir ilovalarda kamera, sensor, GPS funksiyalari to'liq ishlamaydi baribir. Ana qilib beradi. Nima deydi? Yordam beradi, lekin realniy yordam bera olmaydi. Ba'zi API yoki xususiyatlarni noto'g'ri ishlatish mumkin, noto'g'ri simulyatsiya qilish mumkin. Performansi testlarga ishonchsiz emulator. Resurs ko'p talab qiladi. Masalan, RAM-ni anaqani ko'p ishlatadi. RAM-ni ko'p ishlatadi, ayniqsa Android Studio ishlab turgan. Masalan, hozirda RAM ko'p ishlatiladi. Android Studio bilan emulator ishlagan. O'rnatilgan emulatorni boya ko'rsatdim. Emulator -list -avds yozsangiz chiqib keladi. Emulatorlar ro'yxat hammasi. Agar o'rnatgan bo'lsangiz, nom bergan bo'lsangiz boya Android Studio orqali. Keyin emulatorni terminal orqali ishlatib tushirishimiz uchun emulator -avd emulator nomini yozishimiz kerak. Agar shunaqa qilmasak, emulator topa olmaymiz. Bu nima uchun kerak? Osonroq bo'ladi. Siz Android Studioga kirib, u emulatorni topib, run qilib o'tirmaysiz. Birdaniga terminal orqali boyagidek yozasiz. Emulatorning nomini yozasiz. Yozganingizga o'zi avtomatik run bo'ladi. Emulator. Osonroq ishlaydi. Kimdadir savol bor? Joyigacha savollaringiz bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. Kimgadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi. Da, savol so'rasangiz bo'ladi. Hamma jim turganiga men qandaydir nima noto'g'ri bo'lyapti deb o'ylayapman. Agar savollaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Xo'p, bo'lsa davom etamiz. Savol bo'lsa, bemalol savol beraveringiz, tortinmasdan. Real qurilmalarning kamchiliklari. Xo'p, har xil modellarda versiya test qilish uncha ko'p qurilma kerak bo'ladi. Masalan, ham Redmi da qilishimiz mumkin yoki oz ko'payib ketdi, Honor barobatlar ko'p. Shuning uchun emulatorda lekin tanlab olaveramiz. Android 11mi, 12mi, 13mi, 14, 15 shunaqa hokazo ketaveradi.
real qurilmada esa bizlarda faqat ikkita bo'lishi mumkin, bitta bo'lishi mumkin. Faqat shu bilan cheklanib qolamiz. Bu shunisi muammo bo'ladi. Fizik jihatdan boshqarish murakkabroq. Ulash, sozlash, drayverlarni o'rnatish, boya aytgandek, Gmotion o'rnatish kerak, Google USB driver o'rnatish kerak. Shu debugging jarayonida emulyatsiyaga nisbatan sekin bo'lishi mumkin. Sizga agar kodga dostupingiz bo'lmasa, shunchaki APKni o'rnatib test qila olasiz. Agar kodga dostupingiz bo'lsa, udan emulyatorni o'zingiz run qilib olib, APKni birdan ilovangizga o'rnatsangiz bo'ladi. Kabel ulangan bo'lsa agar. Xo'p, bu yerda mana ko'rsatilgan rasmda emulyatorni bitta masalan kompyuterni notebookingiz orqali bir nechta qurilmalarni ishlasak bo'ladi. Real device kerak. Har xil o'lchamdagi real qurilmalar kerak. O'zi testingni asosan real qurilmada test qilgan yaxshi. Kompaniyaga aytsa, masalan, ikkita uchta bitta iOS, bitta Android olib yursa, shular bilan test qilsangiz yaxshi. Sifatli bo'ladi test ham. Ishonchingiz komil bo'ladi emulyatorga nisbatan. Xo'p, xulosa, emulyatorlik dastlabki testlar UI tekshirish uchun qulay. Real qurilma yakuniy testi haqiqiy foydalanuvchilar tajribasini baholash uchun zarur. Xo'p, endi iOS va Android bunda boya ko'rsatdim. Java client yoki JavaScript Ruby orqali serverga borib, Appium plugin yoki Appium driver bilan iOS yoki Androidga qurilmaga murojaat qiladi. iOSda esa JSON formatda yozilgan aqlamiz Appiumga boradi. Appium server keyin Xcode yoki WebDriver agentga jo'natadi. U keyin qurilmaga murojaat qilib, o'sha yerda lokatorlar bizlar bergan buyruqlarni bajarib, WebDriver agent orqali javob qaytib, undan ham serverga qaytadi, Appium serverga. Undan keyin bizga keladi. Androidda esa Java client orqali borib, JSON protokol xuddi shu sikl, faqat Android bilan iOSda bunda Xcode test plugin ishlatilyapti va bunda UI Automator 2 ishlatiladi. Ikkalasida ham bir xil, faqat plugin boshqa. Keyin Windowsda iOSda test qilib bo'lmaydi. Faqat Mac kerak uning uchun. Siz iOS qurilmani test qilmoqchi bo'lsangiz, Mac ishlatishingiz kerak, Mac zarur. Windowsda faqat Android ishlatsangiz bo'ladi, test qila olasiz. Lekin Mac'da ikkalasini qilsa ham bo'ladi-ku. Da, Mac'da ikkalasini qilsa ham bo'ladi. Ham Android, ham iOS. Ikkalasiga ham yozsa bo'ladi. Xo'p, testni boshlaymiz. Kimdadir agar savol bo'lsa, shu yergacha tushunmagan joyi bo'lsa aytsa bo'ladi. Kim tushunmayapti? Qandaydir savollar bormi kimdadir? Assalomu alaykum. Tushunyapman, savol bor edi. Alaykum assalom. Bemalol. Oldingi boya real device dedingiz-ku, o'shasida ko'rsatdingiz Android yoki iOS devicelar. Shuni masalan planshet bo'lishi mumkin. Hammasini bir vaqtda test qilsa bo'ladi. Masalan, ham Androidga, ham iOSga, ham planshetga masalan bir vaqtda. PC'ga bo'ladi. Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Uning uchun siz simulyator ishlatsangiz bo'ladi. Ham planshetda, ham oddiy iOS masalan nechadir 11 yoki 12 da birdaniga yozsangiz bo'ladi. Ham Android, ham iOSga yozsa ham bo'ladi bir vaqt o'zida kodni run qilib, lekin navbatma-navbat bo'ladi. Ikkalasi bir vaqt o'zida run bo'lmaydi. Birinchi Androidni tugatib, keyin iOSga o'tadi. Bu siz Maestro'da lekin shu narsa bor. Ham iOSga, ham Androidga birdan run qilib, ikkalasini ham test qiladi. Tushunarli. Xo'p. Kimda savol bor yana? Hech kimda savol bo'lmasa agar, unda boshlaymiz. Xohlasa testni. Hop, IntelliJ ga kirganimizdan keyin bu yerda masalan biz Android uchun Android yozamiz. Xo'p, bu ham muhim. Mana shu oynada nimani tanlashimiz muhim. Agar biz Maven'da qiladigan bo'lsak, Maven tanlashimiz kerak. Maven tanlangandan so'ng Java'ni o'rnatilganini tanlaymiz. Java 17 bizlarda hozir. Yoki Gradle tanlashimiz kerak. Gradle Kotlin bo'lishi mumkin yoki Groove ham bo'lishi mumkin.
hozir Maven'da qilsak bo'ladi, Gradle'da qilsak bo'ladi. Sizlar ko'proq qaysi qulayroq, shuni aytsangiz, shunda moslab ketamiz. Chunki ko'pchilik Maven'da qilgan, Gradle nimasi afzal? Shuni birdan aytib ketay. Gradle'da masalan, Selenium bilsangiz, WebDrive o'rnatish kerak, WebDrive qayerdaligini ko'rsatib ketish kerak. Shunaqalar bor. Gradle unaqa emas. Gradle o'zi o'qib olaveradi. Hech narsa o'rnatishimiz kerak emas. Driver, hech qanaqa Selenium driver yoki hamma brauzerlar driverlarini o'rnatib olishimiz shart emas. O'zi o'qib olaveradi Gradle'da. Maven'da kerak. Aynan shu Gradle'larni o'rnatishimiz kerak driverlar. Gradle yaxshi. Boshida men ham Maven ishlatardim. Keyinchalik Gradle ishlatganimdan keyin bildim, Gradle yaxshi. Bu ham lekin strongroq, ya'ni short Gradle anaqalarni berib ketmasangiz, tez fail bo'laveradi. Bunda qaysida boshlaymiz? Sizlarda ham anaqalaringiz kerak, fikrlaringiz kerak shu joyda muhim. Chunki ertaga test yozishlaringizda qandaydir muammoga duch kelsalaringiz, topishlaringiz oson bo'ladi. Ovozim eshitilyaptimi? Gradle yaxshi bo'lsa, Gradle'da qilaveramiz. Gradle yaxshi bo'lsa, Gradle'da, keyin Advanced Settings bosamiz, bu yerdan tanlaymiz Gradle versiyalarini, keyin bu yerda yozamiz. Group ID. Shunaqa qilib yozib ketganingiz yaxshi, o'zingiz qilasiz. Chunki ertaga CI/CD uchun mana bu muhim, shuni topib oladi. Integratsiya qilganingizda shu mana group ID ni topib oladi. Shu kerak. Bunda proyekt nomi yozdik, Android test. Create bosamiz. Shu yerda ochiladi proyektimiz. Hozir tamom o'tkazing. Xo'p, mana bu yerda o'zi SDK'ni setup qilyapti. Java'ni tanlaymiz. Hozir kutishimiz to'g'ri keladi, chunki Gradle'lar o'rnatib olinsin, import qilib olgandan keyin boshlanadi. Ekranni yaxshi ko'ryaptimi? Kichkina emasmi? Yaxshi ko'ryapti, qolganligi qanaqa? Yaxshi ko'ryaptimi? Yaxshi. Mana yaxshi. Zo'r. Xo'p, qarang. O'rnatildi. Boya aytgandek, mana package o'z kam oldinda turibdi. Shunda mana bu kodni biz rang qilib ko'rsak bo'ladi. Haqiqatan biz o'rnatgan Gradle to'g'ri bo'ldimi yo'qmi? Bundan kodimiz rang bo'lyapti. Hozir o'zini nima edi? Bunaqasi. Default holatdagisi. Demak, mana rang bo'ldi kod. Mana ishlayapti. Hammasi joyida. Hattoki bu yerdan HTML report ham qilib berdi. O'sha orqali biz HTML report ham ko'rsak bo'ladi. Xo'p, endi biz source ichida testda yozamiz. Test ichida xohlagan package-imizni ochishimiz kerak. Agar bizlar OOP ishlatadigan bo'lsak, ya'ni bir-biriga bog'liq test qiladigan bo'lsak, package-larni berib ketishimiz kerak. Bizda hozir OOP ishlatmaymiz, chunki ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Shunchaki, masalan, bu yerda nima yozib qo'ysangiz bo'ladi? Android yozsangiz ham bo'ladi. Ajralib turish uchun. Android yozib, uning ichida Java fayl yaratamiz. Masalan, nom berib ketamiz. Settings test deb qo'ydik. Java class yaratdik. Xo'p. Settings yaratganimizdan so'ng hozir bo'ldi, bu yerda yaratildi o'zi mana. Endi shu yerda yozib ketamiz. Ya'ni biz nima test yozyapmiz. Xo'p. Appium driverni ko'rsatib ketishimiz kerak. Appium driver. Appium driverni boshida o'qiy olmaydi. Chunki biz build Gradle'ga nima qilmadik? Appiumni ko'rsatib ketmadik. Ya'ni nimani ishlatayotganimizni ko'rsatib ketmayapmiz bu yerda. Uchun nima qilamiz? Bu yerdan search qilib topsak bo'ladi.
Appium Java client deb yozsak chiqib kelamiz. Dependency. Dependency'ni Gradle'ga qo'shib qo'yishimiz kerak, ya. Da, agar shu qo'shmasak topolmay qolamiz. Mana endi yozishdan chiqdi. Maven dependencyga kirsak, shu yerda hamma dependencylar bor. Bu yerda masalan Appium deb yozsak, Appiumniki chiqadi. Appium Java. Mana Appium Java clients. Shunga bosganimizda birinchisidan ochilyapti. Appiumga o'ziga tegishli. Kiramiz. Shu yerda ko'prog'iga qarash kerak. Kim ko'proq yuklab olgan? Shunisi ham muhim. Bu yerda masalan 36-versiyada ko'proq yuklab olingan ekan, 8.3 ta ko'proq yuklab olingan ekan. Shunga bosganimizda bu yerda mana chiqyapti. Mavenniki bor, uzunroq buniki. Keyin Gradle'niki bor. Gradle'niki Kotlin bor, Glow Short bor. Bizga short kerak, chunki biz short ishlatyapmiz. Shu yerga bu copy qilib olganimiz tashlaymiz shortni. Mana bu yerda Gradle o'zi yangilayapti. Chunki biz yangi anaqa qo'ydik. Dependency o'rnatdik. Bu dependency nima uchun kerak? Dependency bizni kodimiz run bo'lganda ana shunga murojaat qiladi. Ya'ni o'qib oladi. Bu yerda jar fayllarni o'rnatib olyapti mana bu yerda. Jar fayllar, librarylarni o'rnatib olyapti mana. Hozirgi o'rnatganim shu yerga kelyapti har bittasi. Platformaga kelyapti, Gradle ichiga kelyapti. Jar fayllar. Shu jar fayllarni o'rnatib olgandan keyin mana bu yerda biz Appium driver bo'la ko'rgan bo'lsangiz qizil bo'lib turibdi. Endi qizil bo'lmayapti degan. Import qilyapti. Shu import qilib olamiz. Appium Java client import qilib oldik. Xo'p, bu yerga driver yozib qo'yamiz. Bu shu Appium driverni o'qidi. Agar mana bunaqani ichida mobile deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. File element. Bu shartimiz. Xo'p, keyingisi endi bu yerda test ng ishlatyapmiz yoki unit shunisiga farq qiladi. Masalan, before h bo'lsa yoki before l bo'lishi mumkin yoki before test bo'lishi mumkin. Before test desak bo'ladi. Before test desak h qilaylik. Keyin bir yozib qo'yamiz. Void setup keyin throws, ya'ni multi anaqa bo'lishi kerak, extension bo'lishi kerak, ko'proq moslashuvchan bo'lishi kerak. Multiform exception. Xo'p, endi bu yerda biz capabilities yozishimiz kerak. Ya'ni boya capabilitieslar yuqorida prezentatsiyada ko'rsatilgan capabilitieslarni yozishimiz kerak. Bu yerda desert capabilities yozsak o'zi chiqib keladi. Desert capabilities tanlaymiz. Yana capabilities yozamiz. Capabilities new desert capabilities. Pastda endi capabilitieslarimizni aniq berib ketamiz. Ya'ni har bittasi uchun capabilities, set capabilities. Masalan, biz qanaqa platforma ishlatyapmiz? Platform name. Platform name bizlarda hozir Android. Masalan, Android ketamiz. Keyingisi xuddi shuni o'zini aniq qilib tezroq bo'lish uchun automated name yozamiz. Automated name bizga Android uchun UI avtomatik kerak.
keyingisi endi platform versiyasi, ya'ni bizlarda hozir necha versiya ishlatyapmiz? Android 15 deylik. Android 14 yoki. Buni ham anaqaga qarash kerak, Android versiyasiga qarash kerak. Necha versiyasi? Shu ham muhim baribir. Android necha ekanligi ham Telefon versiyasi deyapmi? Da, telefon versiyasida mana bundan ko'rsa bo'ladi. Hozir. Shu settingsda ko'rsa bo'ladi bilaman. Da, settingsdan Android versiya 15. Ya'ni 15 yozsak bo'ladi. Bu muhim. iOSda ayniqsa bu injiqlik qilaveradi, ko'rsatmaydi. Keyingisi device name. Device name qanaqa bizlarda hozir masalan Redmi 13 bo'lishi mumkin. Agar real qurilma bo'lsa, real qurilmani nosini berib ketish kerak. ID'sini berib ketish kerak. Shu ham kerak. Real qurilmani ID'si bo'lmasa agar topolmay qoladi. O'qiy olmay qoladi. Unda UDD berib ketish kerak. Masalan, UDD bo'lsa, boyagi qurilmani ID'sini berib ketamiz, device name. Uni olishda oson yo'li device orqali topsak bo'ladi. Ya'ni terminalda device list deb yozsak chiqib keladi. ADB device deb yozsak. Ha, terminal CMD da. Da, CMD da ADB device deb yozsak chiqib keladi. Yoki device list deb yozsak bo'yida chiqib keladi. Xo'p, keyin kimdir shu joygacha savol bo'lsa aytish mumkin. Real device ko'ramiz. Real device ko'rganimiz yaxshiroq. Chunki muammo bo'lmaydi, ham tezroq ishlaydi. Assalomu alaykum, charchamasizlar. Bu desired capabilities nima uchun kerak edi? Desired capabilities tushuntirib yuboringmi? Bizda bu yerda nima berib ketyapmiz? Biz qanaqa ilovani test qilyapmiz? U ilovani versiyalari, ya'ni kimga murojaat qilayotganimizni shu yerda ko'rsatib ketishimiz kerak. Nimalarda biz test engine to'g'rimi? Da, yo'q, bu JUnitda hozir. JUnitda to'g'rimi? Ha, JUnit yoki test engine tanlasak bo'laveradi, haqiqat. Hammasida desired capabilities bir xil. Faqat mana bu o'zgaradi. Before H, before after o'zgaradi. Yana bitta savolda tepada siz Gradle ishlatdingiz-ku. Umuman o'zi POM-XMLda ham shunaqa dependencylar qo'yib chiqsa bo'ladi, to'g'rimi lekin? Hozir Gradle birinchi marta ko'rishimda, shuni so'rayman. Shuning uchun boshda so'radim, men Gradle'da qilamizmi yoki Maven'dami deb. Bir xil deyarli, lekin Gradle'da ishlasangiz yaxshi. Ko'p anaqalardan, nima driverlarni yuklab olishingiz majbur emas. Erkinroq. Masalan, web testing uchun nima qilishingiz kerak? Chrome driverini yuklab olishingiz kerak, Firefox yuklab olishingiz kerak, uni keyin mana bu yerga resursga qo'yib qo'yishingiz kerak, yoki mana bu package yo'lini ham qo'yib qo'yishingiz kerak. Shunda u o'qib oladi. Bunda unday emas. O'z birdaniga driverni o'zi jar fayl orqali yuklab oladi. Rahmat, ko'rib chiqardim. Xo'p. Yana kimda savol bor? Zo'r shunaqa savollar berilsa yaxshi bo'ladi. Chunki kimlardir Maven ishlatgan, boshida men ham Maven ishlatgan. Bitta savolda Maven shu chunki men oldin bitta bir marta ko'rganimda, ana BDD frameworkda qilganda, bu Gradle BDD frameworkda ham ishlayveradi shunda? Farqi yo'qmi? JUnitda? Nima frameworkda? BDD bor-ku, Behavior Driven Development Framework bor-ku. Ha. Uni lekin ishlatib ko'rmaganman. Ishlaydi. Bu Gradle bilan Maven'da farqi uncha hech narsa emas. Faqatgina mana bunda. Ya'ni dependensiyalarni olamiz-ku, Maven dependensiyalar. Shularni olishimiz o'zgaradi. Mana bu yerda hammasi bor. Mana reklama qilyapti shunga. Shuni chiqaydi. Hozir. Xo'p. Qarang. Mana bu yerda masalan shu o'zgaryapti. Mana dependensiya bu yerda Mavendagi mana bu. Mana o'zi Maven yozilgan. Gradle'ga o'tganimizda Kotlin bor.
yoki grow short bor. Grow shortda osonroq bir dunyo narsani olib o'tirmaysiz. Shunchaki grow short orqali mana faqat pastdagisini yuklab olasiz. Shuni copy qilib tashlab qo'yasiz. Maven'da ham shu narsa bor. Faqat Maven'da versiyalari unaqa cho'zilgan. Bu bekorga short deyilmaydi-ku. Kaltaroq, oson. Bu driverlarni install qilib chiqish kerak, baribir to'g'rimi bir martaga. Ha, bir martaga mana dependensiyalarni olib qo'yish kerak. Keyin buni bu yerga tashlab olish kerak. Faqat bitta yangilab qo'yish kerak keyin. Gradle'da o'zgargandan keyin yangilab qo'yish kerak. Xo'p. Yana kimda savol bor? Agar yana kimdadir savol bo'lsa, aytsa bo'ladi. Shunaqa savol javob bilan ishlasa yaxshi. Chunki men gapiraversam, faqat kimdir zerikib qoladi yoki ular so'raladigan narsalar bor, aytolmay qolish mumkin. Men shu tarafdorman. Ya'ni discussion bo'lsin, muhokama bo'lsin, osonroq bo'ladi ham. Ko'proq bizlarda muhokama qilsak esimizda qoladi shunda, razvo qilsak. Yana savol bor-da, mayli bemalol. Qarang, men hozir Appiumda Java'da yozyapsiz, to'g'rimi? Bir ikkita intervyu bo'ldi-da, intervyularda bolalar playwright'da qilyapmiz yoki boshqa savollar bor-da. Appiumda playwright umuman kimdir qilib ko'rganmizmi? Appium bilan playwright'ni integratsiya qilibmi? Shunaqa narsa bormi o'zi? Prosta internetda qilib ko'rsam nimalardir bor, lekin qanaqadir artikellar, qanaqadir nimalar chiqqan, lekin konkretni bitta qilgan odam bormi playwright bilan Appiumda? Yo'q, Seleniumni qilsa bo'ladi. Playwrightga hali yo'q. Playwright chunki yo'q, unaqa narsa to'g'rimi? Yo'q. Ular bizda ko'pchilik adashtirib yuboradi. Playwright u umuman web testing uchun, mobilga umuman aloqasi yo'q. U faqat u brauzerda bu ekranlarni simulyatsiya qilib beradi mobilga. Ya'ni oddiy brauzerda ochadi. Unaqa ham bor-ku. Oddiy brauzerda ekranni ochib, uni kichkinalashtirib beradi. Mana qarang, hozir ko'rsatib beraman shuni. Brauzerda test bor, native test bor-da, shuni menimcha brauzerni o'zida qilib bersa kerak deb o'ylayman. Ha, oddiy mana bu web brauzerda ochib, o'zi kichkinalashtirib, kattalashtirib beradi Playwright. Shunaqa vazifani bajarib beradi. U mobile testing qila olmaydi Playwright. Faqat web uchun. Bo'ldi, o'sha prosta farqini bilib qo'yish, chunki kimdir ishlatgan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da hozir. Intervyuda bolalar vashi gapirib boryapti-da. Ha, deydi Playwright. Ha, bizlarda Playwright'ni hali. Bizlarda anaqa-ku, ham webni test qiladi, ham mobilni test qiladi. Shuning uchun universal Superman so'raydi. Shuning uchun Superman kerak ularga. U noto'g'ri. Siz web bilan mobilni toza tushunmaysizmi? Ha, keyin ularga Superman kerak. Siz oxiriga yetolmay qolasiz. Bir kun web qilib ber deydi, ertasi kuni kelib mobil qilib ber deydi. Keyin arasida qolib, men esportga ketib qolaman. Nima bo'lyapti o'zi? Men qayerdaman deysiz? Qarang, biz oldingi bitta proyektimda o'sha mobilni applicationda web versiyasi bo'lardi-da. Web app tirdik biz. Web view. Xuddi siz aytgandek, xuddi shuni kichraytirib berardi. Xuddi telefon qanaqa bo'lsa, u webda bo'ladi, brauzerda bo'ladi. Shuni aynan bitta versiyasi bor-da, keyin kursda API'larni o'zgartirib qilardik, lekin shuni nazarda tutib aytsa kerak deb Playwright'da varmish. Da, balki. Chunki men lekin o'zim qilib ko'rmaganman, to'g'risi, shuning uchun aniqlashtirishni so'rayman-da. Web view testing o'zi qiyin. Chunki u web saytni mobilda ochib beryapti-ku. Shunda ID'lari anaqa bo'ladi, o'zgarib ketib qolaveradi har safar kelganda. Qiyin bo'ladi o'shanda. Buttonlarni bosish qiyin bo'lib qoladi, lokatorlarni topishingiz qiyin. Aynan Flutterda yozilgan app ham shunaqa lokatorlarni topib. Shuni dasturchiga aytish kerak. Men ham doim dasturchilarga aytaman, shu ID qo'yib beringlar lokatorga. Lokator nima deydi keyin. Unga keyin bir dunyo dokumentatsiya tashlab berishingiz kerak. Lokator nimaligini. Ha, deydi keyin tushunadi. DOM anaqasi bo'yicha yozmaydi-da, qoida bo'yicha. Document Object Model. Ana shu bilan yozsa, webda topish oson bo'ladi lokatorlarni. Accessibility ID'larini bitta topib olasiz. Qiynalmaysiz. Bo'ldi, hozir ketaveraylik, yana savollar ko'plagan.
Beravering, zo'r. Savol bo'lsa yaxshi. Men shu tarafdoriman. Savol bo'lsin, qurib prezentatsiya, robotdek gapirib oxirida bo'ldi. Hammaga rahmat. Tugatish. Noto'g'ri. To'g'ri. Hozir menda birorta APK olmaymiz, to'g'rimi? Men hozir qilayotgan testingizda, to'g'rimi? APK fayl kerak emas, to'g'rimi? Yo'q, faqat anaqasini berib ketamiz. Ya'ni men bu qurilmamda ochilgan settingsni package name bilan activity-sini berib ketamiz. Chunki kimdir masalan APK o'rnat, shuni yuklab ol degandan ko'ra, boshida shunda qilib ko'rib kelish kerak. APK yuklab olsa ham muammo emas u. Bir xil native qilasan deydi, kimdir brauzerda qilasan deb turaveradi. Native bo'lsa Expresso yaxshi. Expresso Xsuite. Apple markasi nagruzka bo'lib ko'proq qiyin ishlaydi, lekin cross platform bo'ladi. Har bittasi uchun kod yozyapmiz. iOSga ham Androidga ham bitta orqali javob beradi. Sekin bo'lsa ham muhimi bitta o'q bilan ikkita xiyonni o'rayapsiz. Muhimi o'rayapsiz. Agar APK fayl bo'lsa, to'g'rimi? iOSga ozroq qiyin bo'ladi, chunki iOSda dasturchi anaqasi bor, IDC kodi bor, developerskiy kod. O'shani bersa, iOS real qurilmaga kod yoza olasiz. Ya'ni ilovani masalan APK tashlab bo'lmaydi-ku iOSda. Shunisi qiynaydi iOSga. Androidda lekin oson. APKni run qilib birdaniga beraveraman deb qilaverishing mumkin. iOSga qiyinroq. Uni kabel bilan ulash kerak, USB kabel bilan ulab, developersga kodi bo'lishi kerak. Siz ana Xstudioda kirgan bo'lishingiz kerak. Unga hamma pluginlarni o'rnatish kerak. Agar xudo xolasa keyingi agar talab bo'lsa, keyingida iOSni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Buni anaqa community bilan gaplashdik, communityda bolalar bilan. To'g'ri. Talab bo'lsa agar ko'ramiz. Talab ko'p bo'ladi. Menda bitta MVP bor hozir. O'zim yozsammi yoki kimdir xayr qilsa deb turibdi. O'zim yozsam, mana qilib razbor qiladigan bo'lishim kerak-ku. Bo'ldi. Kimda savol bor yana? Menda savol bor edi. Va alaykum assalom. Bemalol. Anaqa emulyatorda ishlatgandan ko'ra real device qilgan tezroq ishlamaydimi? Shunday dedi bu. Real device tezroq ishlaydi. Emulyatorda ishlatsak, agar bizlar sekin ishlaydi, ham cheklovlar ko'p bo'ladi. Boshida realda emulyatorda qilib ko'rganingiz yaxshi. Masalan, hozir siz real device ula olmayapsiz. Kompyuteringizga yoki notebookingizga emulyator ishlatib ulasangiz ham bo'ladi. Lekin Android ustida o'rnatilgan bo'lishi kerak. Real device ishlash uchun ham Android ustida keyin mana bular o'rnatilgan bo'lishi kerak. Platform tools, bular hammasi pazlar yo'nalishi berilishi kerak environment variablesga. Shular bo'lmasa ishlata olmaysiz real device'ni, ula olmaysiz USB kabel bilan. Keyin GNMO gapiring. Keyinchalik avtomatizatsiya qilib qo'yish kerak-ku o'sha paytcha. Har kun o'zi RAM bo'ladigan qilish uchun. Har kun o'zi RAM bo'ladigan qilish uchun? Endi har doim masalan o'zimiz ishlatmaymiz-ku. Notebook yonimizda bo'lmasligi mumkin. Shanba kunlariga ham masalan o'zi avtomatik RAM bo'ladigan qilish iloji bormi shuni? Bor. Uning uchun cloud sotib olishingiz kerak. Browser stack bor, Mobitel.ru bor, ulardan qurilma sotib olib, remote qurilma. O'sha yerga APKni yuklab qo'yishingiz kerak yoki Firebase orqali qilsa ham bo'ladi. Endi u kompaniya unga qanchalik ko'nishiga ham bog'liq. Masalan, to'lov tizimi bo'lsa, unga ko'nish qiyin bo'ladi. Biz cloudga APKmizni qo'ymaymiz. Xavfsizlik yuzasidan to'g'ri kelmaydi deyishim. Lekin qilsa bo'ladi. Remote'ga ulab qo'yib, siz turgan joyingizdan browser stack, unaqa ko'p anaqalar. Frameworklar, servislar ulab qo'yishingiz bo'ladi.
yoki o'zingiz server ishxonadagi serverni bitta server berib, o'sha yerga bir nechta qurilmalarni ulab qo'yib, o'shanda ishlasangiz ham bo'ladi. Server sifatida real device 24/7 ishlab turadi. Ham shunisi yaxshi. Xohlagan qo'y o'zi real device'dan qaysinidir foydalanib ishlataveradi. Uning uchun ozroq mehnat qilish kerak, xarajat qilish kerak keyin. Bir nechta real device'lar ulab qo'yib, ular serverda ishlab turadi real time. Tushunarli, rahmat. Rahmat. Sizga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Savol bor edi. Hozir emulyator reallik device bilan ishlash tezliklari farqi orasida nega emulyator bilan real device ishlash tezligi farq qiladi Optimation'da? Faqat fizika tomonda boyagi GPSlar ba'zi narsalarda emulyatorda to'g'ri emulyatsiya qilib bera olmasligini bilardim, lekin ishlash tezligida sezmagan ekanman. Ishlash tezligi qanaqa farq? Ishlash tezligida endi bu emulyatsiya qilib beryapti. Ya'ni bizlarga shu narsalarni emulyatsiya qilib beryapti. Kerakli tugmalarni yoki qurilma haligilarni, funksiyalarni. Shunisi bilan sekinroq bo'ladi emulyator. Baribir nisbatan realga nisbatan sekin bo'ladi. Men necha marta ishlatib ko'rgan bo'lsam, emulyatorda sekinroq ham kam bunaqadan resurs talab qiladi ko'proq. CPU bilan RAM dan. U Android ustida ishlaydi-ku. Uchun RAM ishlatadi, anchagina ishlatib qo'yadi. Sekin ishlaydi. Ha, u CPU endi CPU da bilmadim, RAM da seziladi. Agar RAM kam beradigan bo'lsa, emulyator o'zi oddiy holatda ham juda sekin ishlaydi. O'shaning uchun sal kattaroq RAM beradigan bo'lsa, ishlash tezligi yaxshi bo'ladi-da. Ha, RAM bilan RAMni kattaroq beradigan bo'lsa, parametrlarni, resurslarni kattaroq beradigan bo'lsa, real device'da ishlaydi-da. Qanaqadir sezmagan ekanman-da, shuni so'ragan. Ha, real device'da ishlaydi-yu, lekin RAMni katta berishingiz kerak. Bu resurs RAMni katta boya anaqada ham aytdim, Android ustida o'rnatishda ham RAMni katta berish kerak. Shunda tezroq ishlaydi emulyator. Lekin baribir real device'da emas. Real device'da ishlay olmaydi. Siz emulyatorda test qilib ko'rdingiz. Emulyatorda ba'zi bir anaqalari real device'ga to'g'ri kelmay qoladi. Masalan, ekran o'lchamlari bo'lishi mumkin. Ko'p shunaqa muammo bo'lgan. Ayniqsa Redmi 13 da dasturchilar kod yozib beradi. Redmi 13 ga kelganda tugmalar chapga o'ngga qisilib qoladi, pastga qisilib qoladi. Oxiri shu qurilmani o'zini olib borib, kabel bilan ulab, keyin moslashtirib bergan. Bu endi qanchalik dasturchiga bog'liqligini bilmadim. Balki dasturchi developerga bog'liq muammo, chunki ular flexible yozmagan kodni minimum qanaqadir o'lcham qo'ygan. U holatda buzilishi mumkin, lekin u developerga bog'liq muammoda u. Ha, lekin emulyatorda u silliq o'tib ketadi. Siz o'z zo'r bo'ldi deysiz. Endi real device'ga kelganda shu joy chiqib qoladi, erta keyin sizga keladi anaqa. Real device'larda normalniy bo'ladi-da, ekran o'lchamlari ancha katta bo'ladi. Emulyatorda o'shani ham kiritib o'tib ketish kerak-da. Misol kichikroq berib oladigan bo'lsangiz, tomoni bor. Lekin emulyator ham yaxshi, muammo emas. Unda ham ishlasangiz bo'ladi. Faqat RAMni ko'proq berasiz, ishlataverasiz. U RAMni ko'proq katta berishmi deganim? Ha, ko'proq RAM berishingiz kerak. Android ustida boshida anaqani qo'shishda ha. Ona bizlarda borku telefonlar sotilishda aytiladi 16 ga 128, 8 ga necha, shu RAM ha. RAM ko'proq bersak shuncha yaxshi bo'ladi. Uni men berdim mana. Android ustida kirganimizda Create virtual device bosganimizda o'zi chiqib keladi. Qancha RAM berishimiz kerak, RAM xotirasi qancha nom berishimiz mumkin bu yerda. Shular tanlasak bo'ladi. Ayni keraklisini tanlab turib, settingsiga o'tib turib qo'shib ketaveramiz, xohlaganimizcha. Masalan, bu yerda default holatda doimiy 2 turadi. Xohlasangiz 6 qiling, xohlasangiz 20 qiling, 24 qiling. Qancha ko'proq bo'lsa, mana xotirasi masalan 512, xohlasangiz 1 gigabayt qilsangiz bo'ladi, terabayt qilsangiz ham bo'ladi. Har qanday tanlab ketaverasiz. CPU ham berib ketishingiz mumkin. Nechta nafas bo'lsin, 6 tami, 4 tami. Shuni qancha ko'p beraversangiz, shuncha yaxshi ishlaydi emulyator.
keyin emulator bilan tezkor foto RAM muhimroq bo'ladi-da. Internal storage uncha kerak emas, chunki biz ko'p app o'rnatmaymiz. Agar bitta app testlaydigan bo'lsak, bizga storage kerak emas-da. Shunday. Bitta app o'rnatadigan bo'lsak, xotirasi kerak emas, storage kerak emas. RAM o'zini ko'paytirsak bo'ladi, tezroq ishlaydi. Shunisi yaxshi emulatorni. Emulator ham yaxshi. Real device'ga nisbatan bir nechta ekranlarda o'lchamini qilib olishingiz uchun emulator bilan yozsangiz ham bo'ladi. Muammo emas. Xo'p, yana kimda savol bor? Kimdir qanaqadir shular bo'yicha. Keyin emulator bilan simulyatorning farqi bor. Ya'ni emulator deylik 70% emulyatsiya qilib beradigan bo'lsa, simulyator shunchaki simulyatsiya qilib beradi. Simulyator natijasi yaxshiroq emas emulatorga nisbatan. Emulator yaxshiroq. Emulatordan real device undan ham yaxshiroq. Kimda savol bor yana? Kimdadir savol bo'lsa, aytishingiz mumkin. Hech kimda savol bo'lsa, Pожалуйста. CI/CD neydi u avtomatizatsiyaga bog'langanmidi? Da, bog'langan. Ya'ni CI/CD nima uchun kerak? Siz CI/CD kod yozgan kodlaringiz, automation kodlaringiz anaqa qilib yotmaysiz. Pass bo'ldimi, fail bo'ldimi, o'shalari avtomatik o'zi integratsiya qilib, har bir versiyada CI/CD integratsiyasi kerak. U xohlasangiz Jenkins qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz GitHub Action yoki GitLab qilsangiz ham bo'ladi. Mashhuri Jenkins, GitHub Actions. Ya'ni YAML anaqalarni yozib qo'yasiz CI/CD da. O'zingiz masalan kodingizni GitHubga push qildingiz, deylik. GitHubga push qilganingizdan so'ng o'zi avtomatik generatsiya bo'lib, shu yerda nimalar bo'ldi? Pass bo'ldi, qaysidir fail bo'ldi. O'zi push qilib yuboradi. U yerda keyin PM'ni yoki product owner o'zi ko'rib oladi. Ha, bo'ldi, pass bo'ldi yoki fail bo'ldi. Dasturchi ham ko'rib oladi. CI/CD shuning uchun kerak. Bitta versiyadan keyingi versiyada o'tishda ham CI/CDning o'rni juda katta. Tushunarli, rahmat kattakon. Hech kimda savol yo'qmi boshqa? Kimdadir savol bo'lsa, aytingizlar. Xo'p, endi bu yerga bizlar hozir real device ishlatayotganligimiz uchun device name'ini yana qo'shimcha UDD berib ketishimiz kerak. Bu UDD ya'ni o'sha device'ning name bo'ladi. Uni topib olish uchun terminalgadan buyruq berib topsak ham bo'ladi yoki Jmotion'da Jmotion'da men run qilib o'rganimda o'zi skript orqali mana device'ni birinchi ID'sini berdi. Shuni berib ko'rsatib qo'yishim kerak. Shuni ko'rsatib qo'ysam, u aynan o'sha qurilmani topib oladi. Shuning uchun kerak. Xo'p, endi bu menda hozir settings ilovasi ochiq turibdi. Birga settings ochiq. Bunda terminal orqali komanda yozishim kerak. Mana men bu yerda prezentatsiyadan olgan Adobe Shell DMC Windows. Ya'ni shu ekrandagi fokusini olib beryapti. Ekranda ochilgan ilovani anaqasini olib beryapti. Shuni yozishimiz kerak bo'ladi bu yerga. Yozamiz Adobe Shell Windows. Bu Mac'da ozroq farq qiladi. Bossam shunaqa qilib chiqarib beradi. Ya'ni o'sha ilovadagi mana bu ochilgan ilovani aynan shu settings ilovasini main activity bilan package name'ini topib beradi. Buni settingsdan topsa ham bo'ladi, lekin bu yerdan topish osonroq.
yoki bizlarda iOS o'tadigan bo'lsak, Apple yozsak bo'ladi. Apple bundle ID yozsak chiqib keladi. Default holatdagi Apple'ni bundle ID'lari chiqib keladi shu yerda. Masalan, mana App Store'dagi Com App Store yoki Screendagi, kalkulyator'dagi mana shular bundle ID'lar. Shular bilan ishlasak bo'ladi. Hammasiniki bundle ID'lari bor shu yerda. Bizlarda u appimizni bundle ID'si yo'q. Uni shu mana bunaqa terminal orqali ochiq turish kerak faqat. Shu ilova kirgan bo'lishingiz kerak shu ilovaga. Agar kirmagan bo'lsangiz, topa olmaydi. Kimdadir savol bormi? Hozir tepada yozganingizni typo ketdi-da. Nima bo'ldi? Xato ketdi. Tepada yozganingizda current sirpasi qolib ketib qoldi. Shunga chiqmadi. Mana chiqib keldi. Demak, mana bu ilovani, settings appni, mana bu yerda mana Android settings mana bunisi activities. Mana o'zi aytayapti o'zi main settingsda. Demak, main settings shu mana bu settings appni activities, bunisi package, ya'ni Android settings degan packageda turibdi bu. Shu orqali topsa bo'ladi. Unda boshqa masalan ilovaga kirsam, mana bunga kirsam, xuddi shu narsani yozganimda o'zgaradi. Mana bu yerda o'zgardi masalan. Bunda package boshqa. MyWay calculator activity ham boshqa. Xuddi shunday qilib turib komanda bilan topsa bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, bizlarga hozir settings kerak. Buni endi nima uchun kerak? Boyagidek buni package name'ini beramiz. Settings'ni beramiz. Ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Agar biz shuni ko'rsatmasak, topa olmay qoladi. Mana bu yerda. Xo'p, keyingisida ochamiz, ya'ni yozamiz. Package name app pastdagi name ga boyagini yozib qo'yamiz. Xo'p, Android settings. Xuddi shuni capabilities. O'zi aytyapti app activity bu yerga keyingi qanday ketamiz? Mana bu qolgan mana bu slashdan keyingisi. Shundan keyingini ko'rsatganimizdan keyin bo'ldi. Endi bu yerda driver new driver qilamiz. Android driver ishlatyapmiz biz. Android driverni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Android driver. New URL HTTP. Xo'p, bu yergacha bir narsa esdan chiqdi. Shuni birdan hozir ko'rsataman. Bizlarga yana nima kerak? Appium server kerak. Appium server GUI kerak. Shuni yuklab olsak,
Mana bu yerdan release'da ko'rsatyapti, qaysi release chiqqanligini oxirgisi. Shu versiya mana bu yerda yuklab olamiz. Mac uchun bor, Windows uchun bor. Shuni yuklab olishimiz kerak. Buni yuklab olganimizdan keyin IPM inspektor ham kerak. IPM inspektor ham xuddi shunday GitHubda qanaqasi bor, release. O'sha yerdan o'zimizga kerakli release topib yuklab olamiz. Bu yerda dokumentatsiyalar bor o'zini, qanaqa nima o'zgarish bo'ldi, shuni tanish bo'lsak bo'ladi. Settings oson, qiyin emas. Shuni next deb o'rnatib olamiz. Xo'p, endi IPM serverda kirishimiz kerak. Server GUI. Uni terminal orqali ishlasak ham bo'ladi IPMda yoki GUI orqali ishlasak ham bo'ladi, server orqali. Hozir IPM serverga kirib inspektor. Hop, mana bu IPM inspektor. IPM serverga kiramiz. Bu yerga endi hozir mana bu yerga yozilgan capabilities'larni yozib ketishimiz kerak, har bittasini. Mana bu yerda capabilities name deyapti. Shuni yozishimiz kerak. Qo'shishni bossak, mana tepada remote hostname boya yozilgan. Biz bu yerda ko'rsatgan URL yozilgan shu yerda. Mana bu yerda ko'rsatgan URLimiz yozilgan. Mana bu URL shu yerda yozilgan. URL qaysi port bazam yozilgan. Hop. Hozir IPM server ochilish. Kimdadir savol bormi shu yergacha? Agar savol bo'lsa, aytishingiz mumkin. Hozir bu Android'da qilish uchun обязательно Windows laptop ham Windows bo'lish kerakmi yo Mac'da ham qilsa bo'ladimi? No, Mac'da qilsam bo'ladi, farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Mac'da qilsam bo'ladi, anaqadan qilsam bo'ladi. Windowsda, lekin faqat Windowsda, Androidda test qilish mumkin. iOSda bo'lmaydi. Xo'p, keyin bu yerda servislar ham bor. Har bitta boya aytgandek savol berildi-yu, remote appni har kun berib qo'ysak bo'ladimi? Endi servislar bor, shu servislarda remote URL berib qo'ysak bo'ladi. Aynan shu servis orqali topadi. Lambadami yoki browser stack, mana bular hammasi servislar. Yoki Mobitro, mana bu Mobitro App'ga tegishli. Shular orqali ishlasak bo'ladi. Xo'p, IPM server ochildi. IPM serverda hostning turadi 0, port 4223 turadi, o'zi default holatda. Edit konfiguratsiyaga bosganimizda bizlarda ochiladi. Ya'ni bu yerda Android SDK bilan Java Home puzzle'ni ko'rsatib qo'yishimiz kerak, yo'lini. Shular kerak, topa olishimiz oson bo'ladi. Shuni qilganimiz keyin advancedga o'tamiz. Bu yerdan mana buni yoqib qo'yish kerak. L-score, ya'ni xavfsizlik yuzasidan kerak. Agar shuni yoqmasak, ba'zi bir testlar run bo'lmaydi. Fail bo'laveradi. Inspektor ochilmaydi. Xo'p, start bosganimizdan so'ng o'zim ketdi. Server, IPM server ishga tushdi. Bu yerda endi bizni qiladigan ishimiz nima? Capabilities'larni yozishimiz kerak. Har bitta capabilities'ni yozib chiqishimiz kerak. Ya'ni shu capabilities'larni yozmasak, ishimiz rang bo'lmaydi. Xo'p, menda o'z oldin saqlanib qo'ygandim. Shuni rang qilsak ham bo'ladi. Mana bu o'zgaribdi. Xo'p, bo'ldi. Unda boshqa ochamiz birdan. Bu yerda real device UDD'sini bermaganmiz. Shuni nasib qo'yishimiz kerak. Bu USB device degan, ya'ni UDD nima kimdir so'rashi mumkin.
tushirish uchun kerak. Xo'p, bo'ldi. Mana beramiz. Xo'p, endi o'zi IPM serverda so'rov ketyapti. Mana bu yerdan o'shaga so'rov ketdi. Sessions error bo'ldi. Xo'p, endi ishga tushyapti. So'rovlar yuboryapti o'zi serverga. Ekran kichkina ko'rinyaptimi? Mana endi ochildi. Hozir ulagan ilovam Apple Inspector orqali ochildi. Bu yerda men har bitta tugma anaqalarni lokatorlarni ko'rsak bo'ladi. Masalan, search inputni bosganimda mana uni accessibility ID'sini beradi. Search. Bu Apple'ni inspektorda o'zidan ham masalan search inputga nimadir yuborib qo'ysak bo'ladi. Masalan, developer deb yozsak ham bo'ladi. Shunda mana buni bossak, send case. Ana shuni o'ziga jo'natadi. Klik qilib, shuni ichiga jo'natib oladi. Lekin recording ham bor. Mana recordingda bu yerdan tanlaymiz, qaysi Java Unit 4 yoki 5 yo Python. Java tanib turib, recording bossak, bizlar qiladigan har bitta anaqalarni o'zi recording qilib oladi. Mana bunga kirdim. Klikni bosganimda bu yerda recording o'zi ketyapti. Har bitta anaqasini recording qilib oladi. Bunda recordingda o'zi yozildi. Nima qilganmiz? Qaysi tugmani bosganmiz? Shu orqali ko'rsang bo'ladi. Xo'p. Endi kimda savol bor shu joyda? Keyin sahifadan sahifaga o'tganimizda bitta refresh berib olishimiz kerak. Yangilanib oladi. Keyingi sahifaga o'tgan. Bo'lmasam topa olmay qoladi. Xo'p, bu yerda bizlarda ID'lar topishimizni osoni, mana package, masalan Android widget ichidan search settings topyapti. Resource ID'si Android input. Mana bu topish eng oson usul shu. Accessibility ID yoki ID topish oson. Buni yana nima qilib ko'rsak bo'ladi? Xo'p, commandsga o'tib yoki mana bunda searchdan o'tib topsak bo'ladi. Mana bu yerda yozilgan accessibility ID yozilgan. Tashlab turib, boya kopiya qilganimizni search bo'lsak chiqib keladi. Ya'ni ID bormi, yo'qmi? Aka masalan accessibility ID'ni olib searchga yozaman. Tashlasam bo'ladi. Shu ID'ni. Mana bu yerda ko'rsatib beradi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa rangi o'zgardi. Demak bor. One of bitta ekan. Demak ko'p emas. Oson bo'ladi topishi. Biz kod yozganimizda shu orqali topa oladi. Bir nechta bo'ladigan bo'lsa qiyin. Aynan shuni topa olmayman. Boshqasini bosib olish mumkin. Shunga ham e'tibor berish kerak. Demak, accessibility ID topildi. Endi nima qilishimiz kerak? Bu yerda kodda shuni ko'rsatib ketishimiz kerak. Ya'ni bu bo'ldi. Mana bu anaqani oldi. Endi test deb yozamiz bu yerdan. Xo'p, test search input deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Search input bunga endi house interpreter bo'lsin. Interpreter exceptionlar bo'lsin, ya'ni moslashuvchan bo'lib topib bera olsin bizga. Xo'p, fikranim yaxshi ko'rinyapti. Xo'p, endi driver find element by ID bilan desang bo'ladi. Find element by
Mana bu yerda mana o'zi bor ID'lar yozilgan. Va ID bilan izlayapmiz yoki accessibility ID bilanmi, yoki class name bilanmi, yoki shunchaki name bilanmi? Shunisini ham berib ketishimiz kerak. Biz hozir accessibility ID bilan izlaymiz. Shuni tanlaymiz. Accessibility ID ni tanlaganimizdan keyin uni ichida nima qilishimiz kerak? Accessibility ID ni qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu yerda accessibility ID'si buni search. Baribir tekshirib olish kerak mana bu yerda. One of one bo'lishi, ya'ni web testdagi ham xuddi shunaqa-ku, developers qanaqada tekshirib oladi. ID'ni lokatorda. Bitta ekanligini ko'rib olish kerak. Bo'lmasam oxirida tek ko'rib olsangiz xato bo'ladi. Shuncha izlab qilganingiz xato bo'lib qolgan bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, endi endi bu yerda yozsak bo'ladi. Klik qismidan nima qism? Klik qism. Keyin bu yerda anaqa berib ketmadik. Unga driver settings berib ketishimiz kerak. Search input. Search input. Bu bilan daxil qoldi. Search deb yozib qo'ydik. Xo'p, endi search input qilganimizdan keyin buni shunday yopib qo'yib turib, bu yerda search input klik qo'ysak bo'ladi. Shu inputni bosadi. Mana qamiz. Bu yerda Android Drive bosib qo'yishimiz kerak. Hop, Android Drive search deb topdi. Ikkalasi bir xil bo'ladi. Android noto'g'ri yozildi. Android Driver. Hop, buni qilamiz bo'lsa. Shunaqa qolgan yaxshi. Driver find element by ID. ID esa search input. Search input. Mana klik qism. Klik qilib, keyin driver find by ID. Buni klik qilganimizdan keyin klik first input ochildi. Unga input send case qilamiz. Unga send case masalan buni ham ko'rib olsak bo'ladi, ya'ni ID'si mana qolmagan. Mana ham tekin bo'ladi. Masalan Wi-Fi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Wi-Fi deb yozadi, izlaydi yoki borini izlab ko'raylik. Keyinchalik chiqyapti. Zo'r, bor. Burada send case nimani izlayotganimizni yozishimiz kerak. Masalan,
F'da yozib qo'ysang ham bo'ladi. Bo'ldi. Bu o'zgarib ketaveradi yoki biron bir tugmani bosish kerak bo'lsa, masalan, chiqdik deylik bu yerga. Menda search emas, mana bu tugmani bossam bo'ladi yoki buni ham Xayr, qaysi kerak bo'lsa yoki scroll qilsak ham bo'ladi. Scroll qilishda mana bu orqali keyin agar lokatorlar topa olmasangiz, ya'ni ID'si yo'q, class name ham yo'q, topish qiyin bo'ladi. Lokator orqali topsam bo'ladi. Ana shu mana bu plusni bosganimizda qayerda ekan koordinatasini topib beradi. Ana shu tugma ana x 282 y da 977 da turibdi. Mana bu. Shuni bossa bo'ldi, aynan shu bosiladi. Tushunib topsam bo'ladi. Yoki mana bunaqasiga scroll qilishda ham ishlatsa bo'ladi. Shunaqa bo'lib ishlaydi. Mana bu yerdan ko'rsatyapti har bitta tugmani anaqasini. Bu bo'ldi. Kimda savol bor shu yergacha? Agar savol bo'lsa aytsangiz bo'ladi. Hech kimda savol yo'qmi? Savol bor edi. Bundan keyin video saqlanib qoladimi yoki bo'lmasam shu live o'zi tugaydimi? Tema bo'yicha emas, lekin baribir. Qilamiz, recording qilamiz, saqlanib qo'yiladi. Bo'ldi, rahmat, zo'r. Bu test bo'lgandan keyin bu yerda teardown berib qo'yishimiz kerak. Agar shuni qilib qo'ymasak, testimiz anaqa bo'lib turaveradi, loading bo'lib turaveradi. Shu ham kerak. Static. Допустим, yozib qo'yamiz. If null bo'lsa, ketting bo'lsa, driverdan chiqib ketsin yoki driver o'zini qaytarsin. Test. Hop, monitordan qilib ko'ramiz. Chiqibdi. Inspektorda yopib turish kerak, kod anaqa bo'lganda, run bo'lganda. Hop. Static. Static. Bo'lgan ekanmiz. Ikkinchi bunaqasiga to'g'ri kelmayapti. Chapteramiz.
doim shu mana shu flag qiynaydi. Hozir. Uni oldin session tugamadi deyapti shekilli adashmasam. Da, oldingi session tugamadi deyapti. Qanaqa session berganligi bu? Kimni qo'ymayapti? Hozir topamiz. Bosildi o'zi. Session tugamadi. Test ishlayapti, faqat session tugamaganligi uchun anaqa bo'lmadi. Mana yozdi. Hop, bu yerda men buni yopib turaman. IntelliJ'dan bu ekranga olmasam, har safar ram bo'lganda yopilib qolyapti. Turaversin mana. Hop, mana session tugamaganligi uchun chiqmadi. Qaytadan ram qilamiz. Sekin boryapti, app'im. Yana qadar ram bo'lyapti, sekin borayotgani uchun ko'rinmay qoldi. Hozir. Og'irroq ishlaydi. Mana bo'ldi, o'sha ram bo'ldi. Mana ochib settingsda o'sha bu yerda app'im serverda shu anaqalar ketyapti. Nima qilayotganlarini ko'ruvchi loglar. Men bunga e'tibor bermish kerak, bu anaqasi, qandaydir loglardan olsa, buni shu mana build graderga ko'rsatib qo'ysa shuni o'zini bunaqa bo'lmaydi. Hozir shuni select Maven repository shuni berib qo'yamiz. Mana bo'lmaydi, topib oladi. Axir locator topolmadi. Chama provider. Shot olamiz. Locatordan topdi, anoda umuman bo'lyapti. Shu xavfsizlik anaqasini ruxsat beravermaydi doim. Bunu yangilab olamiz. Tamam, bo'ldi. Endi qaytadan ram qilsak bo'ladi. Buni yana yopiladi. Wi-Fi anaqani topolmadim. Tugmani topolmadim. Buni send case qildik, buni lokatorni bermaganim uchun topolmadim. Sekin ishlayapti, уже run bo'ldi. Click bo'lib search inputga Wi-Fi deb yozdi. Keyingisini kutmadim. Keyingisida men bu Wi-Fi so'z chiqishini kutmayapti. Shu yerga sleep qo'yib qo'ysak bo'ladi. Har sleep qo'ysak kutib turadi. Sleep 3 sekundlik. Wait qo'ysam bo'ladimi unutmaslikka? Wait qo'ysam bo'ladi. Anavda ham o'shanday o'zi. Accessibility ID berib qo'ysang bo'ladi. Shu so'z chiqsa, mana bu Wi-Fi so'zi chiqsa, uchun inspektorga kirishimiz kerak. Wi-Fi so'zi chiqsa, hammasi okey bo'lsin deb qo'yishimiz kerak. Hammasi okey bo'ldi deb qo'yishimiz kerak. Ochilsin hozirlar. Endi ochildi. Endi bu yerda Wi-Fi yozishimiz kerak. Wi-Fi yozganimizdan keyin
o'sha ochiladi. Hozirga kutishimiz kerak. Mana buni refresh berib olaylik. Xo'p, Wi-Fi degan so'zni olaylik. Wi-Fi ID'si bor ekan. Indeksi bittadir. Sekopligi false ekan. Checkinligi false ekan. Flexibility ham false ekan. Hozir ko'rib chiqaman. ID bilan shuni qilib turib qilsa bo'ladi. O'sha testchilarda bu kutmagan uchun bo'ldi. Masalan, string yozamiz. String actual result shuni tenglik Wi-Fi'ga qaytadan tarafib ko'ramiz. Inspektor o'chirib nimagadir kech anaqa bo'lyapti. Ko'p anaqa ochiqligi uchun endi sekinroq bo'lyapti. O'sha inspektorda ketyapti. Biz yozgan anaqa loglar, kod skriptlari. App'imni ochib, accessibility ID bermagan uchun teardown ham bermadik. Shuning uchun o'zi paste bo'lib testimiz. Zo'r. Yerdan HTML report orqali ko'rsak bo'ladi. Nima bo'lganini. Bunga Gradle integratsiya qilsa ham bo'ladi. Yani avtomatik o'zi Alluriga report qilaveradi. Juda ko'p test yozganimizda chiqarib berish uchun kerak. Kimdadir savol bormi shu joyiga? Mana bitta savolda, mana hozir real device'da qildingiz-ku. Telefon pastanda test skript yozayotganda ham ulanib turgan bo'lish kerakmi? Yo'q, shart emas, faqat lokatorlarni topyapmiz-ku. Shu lokatorlarni topib o'tganimizda ulangan bo'lish kerak. Bo'lmasam, mana bu IPM server ham yoniq bo'lishi kerak. Chunki ba'zi serverga mana so'rov yuboryapti-ku. Agar hozir shuni o'chirib qo'ysam, kod ham run bo'lmaydi. IPM server ham yoniq bo'lishi kerak. Keyin real device ulangan bo'lsa, biz ham lokatorlarni topib olamiz. Keyin lokatorlarni topishda ham men bularga qarash kerak. Ya'ni check labeliga falsemi, truemi. Ya'ni shu tugmani bossak bo'ladimi, yo'qmi shundan bilsang bo'ladi. Click labeliga truemi, falsemi. Yoki bir nechta masalan anoqlar bo'lib qolishi mumkin. Bir-biriga o'xshaydigan ID'li list ichida yozilgan bo'lsa, ayniqsa, ana shuni topish qiyin bo'ladi. Bosish ham qiyin bo'ladi. List ichida joylashgan tugmalar topish qiyin bo'ladi. Hop, bu yerda mana o'zidek dokumentatsiyasi ham bor. Qanaqa qilib sessiyalar qilish kerak, hammasi bor. Ishlatib ko'ringizlar, zo'r anaqa framework. Muammo emas. Agar kimdir qayerga tushunmasa, guruhda yozsa bo'ladi. Yoki LinkedInda bormi, Telegramda bormi, shunda yozsa bo'ladi. Bo'ldi, 46 minut kechikib turibman, o'zi boshini videoda ko'rib olamiz bitta. Kimdadir agar savol bo'lsa, savollar berishlaringiz mumkin. Test run bo'ldi. Alhamdulillah, hammasi joyida. Savollaringizni bersalaringiz bo'ladi, bemalol. Kimda qanday savol bor? O'sha ko'pchilik chiqib ketib qoldi, peshinga yaqin bo'lib qolgan ekan. Cho'zilib qoldi, ozroq huzur. Mana IntelliJ bor-ku, ishlatayotganingiz. Shu oddiy community ham ishlayveradimi shunda? Ha, menda o'zi community oddiysi. Buni ham URL'larini video description'da olsa hammasini
Java, npm, apm inspector server hammasini URL'larni berib qo'yamiz guruhda. Yaxshibekka tashlab qo'yaman. Tashlab qo'yaman. Katta rahmat. Xo'p, hammaga rahmat. Kamchiliklar bo'lsa, Rahmat sizga ham kimda bir savol bo'lsa. Vaqtingizni ajratganingiz uchun. Hammadan Foydali anaqa bo'ldi deb o'ylayman. Foydali bo'ldi. Sizlarga ham rahmat. Communityda tashkillashtirganingiz uchun, taklif uchun, keyingi anaqalarda ham omad tilayman hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Savollar bo'lsa bemalol berishlaringiz mumkin. Guruhda yoki anaqada aktivmiz, xudo xolisa. Mayli.